alaykum og'aylar. Mana bugun yana ikkinchi tiko. Hozir bundan oldingi tikoga avtomatga bitta karburator qo'yib berdik. Yuziga 4.3 ishdi. Yuziga 100 gram benzin 2 km 300 ga yetdi. Hozir men mexanika ekan, bunga mana bitta karburator qo'ydik. Ona o'zini karburatori orqada turibdi. Bu o'zini saylagan tayyor karburatorni qo'ydik. Hozir buni ko'ramiz necha ichar ekan. Mana shu 100 gram benzin. Mana 100 gram benzin 0.0 qilib qo'ydi. Hozir ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Ha, og'aylar, hozir buni video qilaman deb esimdan chiqib qoldi. Qisqasi 4 km 400 yurdi. Ana baklashga ham hozir ko'rsataman, oshib qolgan benzinda. Mana tagida mashincha benzin oshib qoldi yana. 4 km 400 yurib, tagida mashincha benzin oshib qolibdi. 100 degani yuziga 4 ta ishdi mana shu mashinani. Mana shu mashina yuziga 4 ishdi. Tortishlari yaxshimi hoji? Tortishlari zo'r. Mana kelinglar akalar, men 2 yil burun mana akam kelib qildirib ketganman, yana istab kelib orasidan chiqib mashinani egasi chotki xudo xolisi ishladi, rozi bo'lishdi. Mana ko'rdi o'zlari, yuziga 4 ta ishdi mana shu mashina.